otasini boshqa ayollarga ilakishganini ona biladi va uni bolalari bilan o'rtoqlashadi-da. Va bu yomon lekin. Juda dahshat. Bu yomon. U 13 yoshli qiz, 14 yoshli qizni, 15 yoshli qizni ongini buzib olib kelishadi-da. Ya'ni uni otaga nisbatan katta nafrati, nafaqat otaga nisbatan, jamiki erkaklarga nisbatan nafrati shakllanyapti, boyagi kichkinagina bir go'dak qizda. Yoki unda ham bir fikr shakllanadi-da, mana teyishi mumkin oilasi bor erkakga degan fikrda. Xuddi shunaqa. Agar adasi u ayolni baxtli Shuning uchun aytyapmanki, ota-onalar ma'nan, axloqan to'g'ri bo'lishlari kerak. Buzuq bo'lmasliklari kerak ota-ona. Bolasini oldida. Chunki bolalar unga qarab, ularga qarab, kuzatib, ko'rib, ulardan oladi. Bolani tarbiya qilish kerak emas. Shaxsan o'zingizni tarbiya qiling, fitratingizni, xilqatingizni, boringizni tarbiya qiling, xulqingizni, axloqingizni tarbiya qiling, bo'ldi. Bola o'shani oladi.